Dunyoni o'zgartirgan onalar haqida bilarmidingiz? Birinchi qism. Navvor bintu Molik butun islom tarixida iz qoldirib, Qur'onni jamlagan sahoba Zayd ibn Sobitning onasidir. Payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilganlarida Zayd atigi 11 yoshda edi. Onasi uni qo'lidan tutib payg'ambarimiz yoniga olib bordi. "Ya Rasululloh, bu mening o'g'lim. U Qur'onni bir qismini yod olgan. Uni sizga o'qib bersin." Kichik Zayd uni yodlab berganida, uning odobi, porlagan ko'zlarini ko'rib payg'ambarimiz uni shogirdlikka oldi va biroz vaqt o'tib arab tilini mukammal o'rgandi. Zayd radhiyallohu anhu har vahiy kelganida chaqirtirlar va Qur'on oyatlari qanday kelgan bo'lsa birma-bir yozib olar edilar. Shuningdek, payg'ambarimiz buyrug'iga ko'ra 17 kun ichida yahudiy tilini mukammal o'rgandi. Uhud jangi boshlandi. Zayd hali yosh bo'lgani sababli payg'ambarimiz jangda qatnashishga ruxsat bermadilar. Shunda uning onasi qo'llab-quvvatladi va o'g'liga yopilgan jang eshigini ilm eshigi bilan ochib berdi va onasi tufayli 33 yoshida Qur'onni kitob shakliga aniqlik bilan keltirdi. Bu videoni onajoningizga yuborib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang.